Assalomu alaykum Faton Andijon obunachilari. Andijonda birinchilardan bo'lib Fatonni pikapini xarid qilaman degan akalarimiz uchun hozir ushbu avtomobilimizni to'liq obzorini ko'rib o'tamiz. Videoda oxirigacha ko'rib turing. Ushbu avtomobilimizni narxlari bo'yicha ham batafsil ma'lumot beramiz. Avtomobilimizni birinchi bo'lib motor qismiga keladigan bo'lsak, avtomobilimiz 2 turbinali Euro 6 motor bilan jihozlangan. Ot kuchi naqd 238 tani tashkil etadi. Bu 238 ta ot kuchi bilan bemalol tog'li hududlarda, quruqliklarda, toshli joylarda, balandliklarda, pastliklarda bemalol foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari avtomobilimizni mana bu qismigacha suvda yursanglar bo'laveradi. Sababi ushbu avtomobilimizni turbinasi mana bu qismidan, ya'ni 1 metr balandlikdan havoni tortadi. U degani, mana bu qismigacha suvda yuradigan bo'lsanglar, mashinamiz o'chib qolmaydi. Mashinamizni tashqi dizayni ham juda chiroyli ishlangan, ko'rishingiz mumkin. Yonbosh tomondan ham avtomobilimizning qanday chiroyliligini ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari mana bu paroglarimiz ham mashinamizga alohida joziba berib turibdi. Mashinamiz 360 gradusli kamera bilan jihozlangan. Bu ham ancha mashinaga komfort beradi. Uni alohida salon qismiga o'tganimizda batafsil ma'lumot gaplashamiz yana. Avtomobilimiz 18 radiusli diska balon bilan jihozlangan. Oldi orqa amortizatorli, orqalari risolli bo'ladi qo'shimchasiga, sababi og'ir yuklarni orqa tomonga yuklaganimizda orqasi bosilib qolmasligi uchun. Avtomobilimizni bagaj qismi 1.53 ga 1.58 hajmga ega. Bu qismiga bemalol 850 kilogacha yuklash mumkin deb kitobiga yozilgan, lekin 1 tonna, 1,5 tonnani ham bemalol ko'tara oladi. Orqa dizayni ham juda chiroyli ishlangan. Mana bu joyda esa zadniy kameralarini ko'rishingiz mumkin. Bagajimizni ochib ko'rsatib beramiz. Bagajimiz ham ancha baquvvat ishlangan. Shahar zonasida minaman degan akalarimiz uchun bemalol bu joyda kapot bazm qilsanglar bo'ladi, ya'ni kofelarni ichib 24 soatlik ko'chada bemalol kayfini qilsanglar bo'laveradi. Sessiylar bo'laveradi ushbu avtomobilimizni. Bagajlarni yopamiz. Orqa ko'rinishlari ham juda chiroyli ishlangan. Mana bu dugalari ham o'ziga yarasha mashinamizga vid berib turibdi. Mana bu joyda ta'kidlanib o'tgandek, avtomobilimiz 4x4, ya'ni avtomobilimizda 4x4, 2x2 avtomat korobka va off-road rejimlari ham mavjud avtomobilimizda. Mana bu joyda esa benzin baki. Avtomobilimiz benzinli motor bilan jihozlangan. Benzin rasxodlari ham unaqa ko'p emas. 10 ta, 12 ta shahar sharoitida agar off-road 4x4 rejimiga qo'yib, avtomat korobka rejimida 10 ta, 12 ta rasxodni tashkil qiladi. Agar siz 4x4 yoki off-road rejimida foydalanadigan bo'lsangiz, ushbu avtomobilimizdan 10 tadan 12 tagacha rasxod qilish mumkin. Agar bosib yuradigan bo'lsangiz, albatta 15 tagacha rasxod qiladi ushbu avtomobilimiz. Endi avtomobilimizni salon qismiga keladigan bo'lsak, saloni ham juda chiroyli ishlangan, ya'ni multi-roll, monitor, konditsioner, pechka, magnitofon, sidinyalarida esa to'rala sidinyasi ham perforatsiyali koja bilan jihozlangan. Undan tashqari, oldi sidinyalarimizda abagrev, abdus funksiyalari ham mavjud. Aytib o'tganimdek, mashinamiz 4x4 rejimda, 4 xil rejimda minsiylar bo'ladi. 4x4, 2x2 avtomat korobka rejimi va off-road rejimlari ham mavjud. Bu esa sirpanishga qarshi rejimi, balandlikdan tushish, bu esa 360 gradusli kamerasini yoqish funksiyasi. Joystiklari ham juda chiroyli ishlangan. Off-road rejimda yoki mexanika korobkada ushbu lipistoklar orqali avtomobilimizni harakatga keltirsangiz bo'ladi. Tablolarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Tablolarimiz ham juda chiroyli ishlangan. Mashinamizning afishka qismi ham juda chiroyli ishlangan. Sifatli kojadan foydalanilgan. Bu tomonlari ham kojaning, bu joylari xrom detallari bilan o'ziga yarasha chiroy berib turibdi. Mana bu funksiyasi bilan bokovoy oynalarni yopishingiz mumkin. Avtomobilimizning orqa salonlari ham ancha keng ishlangan. Oldi sidinyaning oxiriga surilgan holatda ham meni tizzalarim orasida bemalol joy qolyapti. Ya'ni bemalol 3 kishi bilan harakatlansanglar bo'laveradi ushbu avtomobilimizni. Ushbu avtomobilimizni siz Andijon filialimizga tashrif buyurib, naqd 399 million so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin yoki boshlang'ich 30% ni to'lab 1 yilga nasib savdoga hech qanday bank foiz peni aralashmagan holatda yoki 30% ni to'laydigan bo'lsanglar 1 yildan 5 yilgacha muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Yanada batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqamiz.